Barchaga xayrli kech tilab biz jonli loyihamizni boshlaymiz. Inson taftini inson oladi deb bejiz aytishmaydi donolarimiz. Ba'zan bizni eshituvchi do'stga, yupatuvchi malhamga muhtoj bo'lamiz. Shunday paytda ko'ngildagi gaplarimizni ishonib ayta oladigan, maslahat so'raydigan insonimiz tajribaga ega mutaxassis bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Qalb og'riqlaringiz, ikkilanishlaringiz va savollaringizga javob bo'luvchi taskin loyihasi yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi mehmonimiz malakali psixolog Dilafruz Abdutalipova bo'ladilar azizlar. Bemalol savollaringizni, muammolaringizni jonli efirimizga qo'ng'iroq qilib, ulardan so'rash imkoniyatiga egasiz. Dilafruz, xush kelibsiz studiyamizga. Sog' bo'ling, assalomu alaykum. Yana bir bora kayfiyatlaringiz yaxshimi? A'lo darajada. Taklif uchun rahmat. Sog' bo'ling. Demak, bugungi mavzuyimiz juda ham ko'pchilikka qiziq va dolzarb, aynan o'sha oilaviy munosabatlarda pul mavzusi. Juda ham qiziq, menimcha dolzarb mavzu. Pul deyarli hammaga kerak va ayollarning ko'pchilik savollari ham hozir menga keladigan ayollarda ham ko'pchilik pul haqida savollar ko'p. Turmush o'rtog'i bilan munosabatlarda ham go'yoki pul aybdor. Hozir buni batafsil menimcha gaplashib olamiz. Ha, haqiqatan ham o'sha urush janjallarga, kelishmovchiliklarga aynan o'sha pulni nima uchundir sabab qilib ko'rsatishadi. Aslida bu unday emas azizlar, buning yechimi bor. Buning uchun esa jonli efirimizni tomosha qilishingiz kerak bo'ladi. Keling, dastlab birinchi savolimni bersam Dilafruz, er-xotin o'rtasidagi moliyaviy munosabatlar aslida qanday bo'lishi kerak? Er-xotin o'rtasidagi munosabatlar, bilasiz, oldindan erkak kishi nimaga javob beradi? Bu ta'minotga. Oldin misol uchun hayvon, endi biz psixologlar shunday shartlaymizda, negizi bilan, ildizi bilan oldindan hayvonchalarni ovlab, mamutlarni ovlab, uyga, ya'ni peshcherasiga olib kelgan. Hozir esa bu ta'minot, ya'ni bu pul, daromad, ro'zg'or, ya'ni erkak kishi ta'minlovchi, ayol esa beka, ayol ona, ayol oiladagi o'zini o'rni, farzand tarbiyasi, mana shu ikkalasini o'rni mana shunday. Ba'zida bu o'rni almashib qolishi ham mumkin yoki balans buzilishi ham mumkin. Tushunarli. Azizlar, yana bir karra biz jonli efirdaligimizni ta'kidlab o'tamiz. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz 71 kodi bilan 244 0141 raqami. Telefonlarimiz ishlab turibdi. Sizning savollaringizni esa albatta biz kutib qolamiz. Xo'p, demak, tushunarli va navbatdagi savolim, ba'zi ayollar erdan pul so'ray olmas ekanlar. Biz mavzuyimizni e'lon qilganimizda albatta ijtimoiy tarmoqlarda yozib yuborishdi. Ba'zi ayollar shu erlaridan pul so'rashga qo'rqishar ekan. Go'yoki hozir urushib beradi yoki bo'lmasa senga nimaga kerak pul deb har an baqirishadi degan bir qo'rquvlar bo'lar ekanda. Shu o'zi ayol kishi o'z turmush o'rtog'idan qanday qilib pul so'rashi kerak? Menimcha hamma ayollarga qiziq. Aslida pul bermaydigan erkak kishi yo'q. Pul ola olmaydigan ayollar bor. Shaxsan men bu fikrga qo'shilaman. Chunki erkak kishi doim berguvchi, ayol kishi yaratuvchi. Erkak kishi nima? Uyingizga ro'zg'or olib kelsa, siz shirin taom qilasiz. Erkak kishi uy oladi, ayol kishi uni maskanga aylantiradi. Xuddi shunday. Biling, erkagingiz sizga pul bermaydi deganda nimaga biz faqat qog'ozni nazarda tutamiz? Savol, erkak kishi ro'zg'or qilyaptimi? Svet gazlarga to'layaptimi? Bolalarga kiyim-kechak olyaptimi? Uni nimaga olyapti? Pulga-ku. Ya'ni erkak kishi demak uyga pul olib kiryapti degani. Negadir faqat biz qog'ozni tushunamiz. Shuning uchun aziz ayollar, erkak kishi bu degani uyga doim nimadir ko'tarib keladi. Shaxsan ayolning kamchiliklari yoki o'ziga bo'lgan nimadir olmoqchi bo'lsa, unga pul bermayotgan bo'lsa, demak, ayol kishini eridan xafaligi, shirin so'zi kamligi, qaysi vaqtda pul so'rashni bilmasligi. Misol uchun, jahlingiz chiqib turibsiz, shoshib ketyapsizda, farzanddan olsangiz, farzandingiz nimadir sizdan so'rasa nima deysiz? Bor o'yna, bor kengroq deysiz, yopishma deysiz. Eshitishni ham xohlamaysiz. Albatta, ishga kech qolyapman. Xuddi shunday. Eringiz
qorni to'qligida, xotirjamligida, kayfiyati yaxshiligida, albatta kayfiyati yaxshiligida va daromadiga yarasha. Oylik oldimi, hozir bormi? Mana shunday aytadi-yu, mavridida so'ramading deydi-ku, hozir shuncha tashvishlarim bor. Mana shunday. Oyligiga yaqin, mana shunday harakatingizni boshlang deyman. Shirin so'zlar bilan erkak kishiga o'zi ko'p narsa kerak emas. Ikki og'iz shirin so'zingiz va kulgingiz kerak. Mutaxassis sifatida aytingchi, pul ilmi bolaga necha yoshdan berilishi kerak? Qiziq savol. Bolalarda pul bilan muloqot 3 yoshdan, 4 yoshdan boshlanadi. Ya'ni bola, bilasiz, 3 yoshda, 4 yoshda уже nima bo'ladi? Onasini, kimlarnidir magazinga kirganini ko'rganda, ya'ni u nimadir olayotganini ko'radi. Demak, qog'ozchaga nimadir olsa bo'ladi va 4 yoshli bolaga ham bersangiz, "Men shirinlik olaman, olaman" deb o'zlarining tilida aytadi. Ha, u hisob-kitobni bilmaydi. Ya'ni o'sha 3-4 yosh oralig'ida, demak, magazin bor, ya'ni magazindan nimadir olishi mumkin degan birinchi neyronchalari shakllanadi. Lekin pul bilan hisob-kitobni, pul muomalasini 7 yoshdan, ya'ni maktab davridan ular hisob-kitobni o'rganishadi, o'rgatsangiz bo'ladi. Va qiziq, mana shu magazinga kirsangiz ham ro'zg'or yoki shirinlikmi, nimadir farzandingiz bilan kirayotganingizda, farzand nimadir tanlasa, shart olib bermang. Agar bola ayniqsa 7 yoshdan уже katta bo'lsa, 9, 10, 12 yosh bo'lsa, misol uchun 50 millik, 100 millik narsa so'rayotgan bo'lsa, senga shu pulni beraman, xohlasang mana shu o'yinchoqni ol, xohlasang u pulni boshqa narsalarni ham ol. Ya'ni u bu yerda ana shu pul bilan muloqotni o'rganadi. Ya'ni u o'ylaydi o'sha bitta o'yinchoqni 100 mingga olganimdan ko'ra 50 mingga buni olsam 50 ming yonimga qolar ekan. Ya'ni bolada o'sha pul bilan muloqotni o'rgatishingiz mumkin bu orqali. Tushunarli. Va ba'zi bir onalarimiz aytishadi, o'sha yaxshi o'qisang, misol uchun bugun 5 baho olib kelsang, shuncha pul beraman. Bir kunda uning uchun 2 ta, 3 ta, 5 baho olishing kerak yoki bo'lmasam bugungi kunda ingliz tilini juda ham faol o'rganish, bolalarimizning ko'pchiligi gadjetlarga bog'lanib qolingan. Shuning uchun ham ularni qandaydir chalg'itish maqsadida mana shuncha so'zni yodlasang, senga mana shuncha pul beraman degan ularning g'oyalari, fikrlari, takliflari qanchalik to'g'ri? Bu qisman to'g'ri, qachonki siz va'dangizga vafo qilsangiz. Ya'ni siz aytib qo'ydingiz, "Men senga pul beraman", lekin bola harakat qildi, siz uchun o'qidi va siz pulni bermadingiz. Bola bilan sizda ishonch buziladi. Va bunda ko'pincha bo'rttirib yuborish kerak emas, ya'ni oltin me'yorlikni saqlash kerak. Agar bolani og'zidan chiqqan narsasini muhayyo qilaversangiz, pulni ham ayamasdan bersangiz, ko'pincha hozir ayollar shunday, otalar ham shunday, mashinacha deysizmi, o'yinchoq o'zida bo'lmagan narsani bolada muhayyo qilgisi keladi. Lekin tasavvur qiling, har bitta orzungiz amalga oshib qolaversa, orzu qilishni to'xtatib qo'ymayapmizmi bolani? Bola orzu qilishdan to'xtab qolmayaptimi? Shuning uchun 5 olib kelsang emas, misol, bu chorrakni 5 ga tugatsang, misol, shunday qilsangiz bo'ladi. Uni xohlagan sovg'alarini olib berishingiz mumkin. Mana shunday qilsa ham bo'ladi. Oilaviy muhit aynan o'sha pulga taqalganda, ya'ni siz yuqorida aytdingiz, dastlab ayollar erlardan pul so'rashdan avval o'ylash kerak. U inson, ya'ni turmush o'rtog'i oylik oldilarmi? Yonida shu yetarli darajada puli bormi degan savolni ham bering o'zingizga dedingiz-ku. Shunga o'xshagan vaziyatni, misol uchun, xarxasha qildi bola, tushuntirish qanchalik to'g'ri? Ya'niki, hozir bizni oilaviy sharoitimizda mana shunday vaziyat, shuning uchun biroz kutasan, qachonki moliyaviy tarafimiz yaxshilanadi, ana undan so'ng senga olib beraman deb batafsil o'sha farzandga tushuntirish to'g'rimi yoki bu noto'g'rimi? Uni psixologiyasiga bu jarayon qanaqa ta'sir qiladi? Albatta to'g'ri. Ayni biz o'ylaymiz, hattoki 3 yoshli, hatto bilasiz, chaqaloq ham aslida sizdan axborot oladi. Biz o'ylaymiz 2 yoshli, 3 yoshli, 5 yoshli bola hech narsani tushunmaydi, hamma narsani tushunyapti va sizdan kopiya qiladi. Ota-onadan bolalar kopiya qiladi. O'shaning uchun eng zo'r siz aytganingiz gaplashib olish, ya'ni uni tushuntira olish. Ba'zi onalar aytadi, magazinga kirishga uyalaman, xarxasha qiladi, baqir-chaqir qiladi deyshadi. Agar bola xarxasha qilsa, demak siz bolangiz bilan gaplasha olmaysiz. Demak, bolani qandaydir ehtiyojlarini vaqtda qondirmaysiz. Ana shunda bolaga tushuntirishingiz kerak. Bola tushunadi. Bolaga vaqt bering. Bizda nima bo'ladi?
bo'lishi mumkin ba'zi jizzaki yoki pulingiz yo'q, o'chir yop jim bolaga qattiq gaplarda, ya'ni men uyalib qolmay hammani yonida yo'q, shu paytda bolam nima deydi, aldashga bola yaxshi. Bolam buni emas, sizni pulingiz misol uchun yoningizda olmadingiz shuncha pul, buni emas, bunisini olamiz. Bunisini yeb ko'ramiz yoki keyingi safar tushunadi bola. Bolaga asosiysi olib beraman va vaqtini bering. Yo'q deb qattiq gapirsangiz, bolada isterika boshlanadi va ona aksincha o'zimni yaxshi ko'rsataman deb uyalib qoladi. Tushuntirish kerak. O'sha mavzuyimiz pul haqida bo'lgani uchun yana shunday savol beraman. Aynan o'sha go'yoki pul yetishmasligi oqibatida o'sha ko'p oilalarda urush janjallar, qo'polroq qilib aytganda, biroz xafachilik holatlari kuzatiladi. Mana shunday vaziyatlarda ayollar qanday yo'l tutish kerak, erkaklarimiz qanday yo'l tutishlari kerak? Pul orqasidan ya'ni jang chiqdi, ya'ni nimadir hammada bo'ladi, yetishmovchilik yoki qandaydir krizis davrlar deyiladi bizda psixologiyada. Bu o'tish davri, o'tib olasiz. Shunchaki taslim bo'lmang, shunchaki biling, bu o'tish davri. Erkak kishida ham har xil vaqtlar bo'ladi, jarayonlar bo'ladi. Ya'ni omadi kelgan, ya'ni ish yurishgan payti bo'ladi. Ba'zida ishi orqaga. Ana shu paytda ayol kishi turib berish kerak. Men sizga aytgandim, o'sha o'rtog'ingiz bilan biznes qilmang. Ana nima bo'ldi? Ya'ni bilib turibdi og'rig'ini, bilib turibdi xatolarini. Erkak kishi juda ham aqlli fikrlaydi. U o'zini analiz qila oladi. Ayol kishi bu hissiyot bizda biz, erkak kishi aql. Biz hissiyotga berilib qolamiz haqiqatdan ham. Berilib misollarni unga to'nkab erkakni ezib tashlaymiz. Shu payt bilaman, men siz yoningizdaman. Biz o'tib olamiz. Qarang, qancha narsani uddalaganmiz, bundan ham o'tib olamiz. Voy, erkak kishiga shu ishonchingiz haqiqatan tog'ni ham talqon qiladi. Aksincha biz ba'zi ayollar og'rig'ini aytgandim, qilmang deb, mana shunday. Shuning uchun qo'llab-quvvatlash. Mana shu vaziyatda erkaklarimiz nima qilishi kerak? O'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, ayollar shu hissiyotga beriluvchan bo'ladi. Ko'rib turibdi, ayoli tushunmayapti, hissiyotga berilgan, ovozi, og'zi tinmayapti. Mana shu jarayonda erkak nima qilishi kerak? Erkak kishi bu jarayonda albatta ayolni tushunishga harakat qilish kerak. Erkak kishi, men misol uchun ularni hurmat qilaman, qaysi ma'noda juda aqlli-da ular. Biz hissiyotmiz-ku, ana shu joyda bu og'rig'ini gapiryapti. Demak, dugonasi bilan solishtiryapti, kim bilandir socha. Imkon qadar kerak bo'lsa o'sha paytda ayol bilan olishmaslikni. Chunki hammani o'zini haqiqati bor. Mana meni haqiqatim, turmush o'rtog'im, boshqalarning haqiqati. Meniki unikiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shunda shuning uchun janjaldan foyda yo'q. 5 soat yoki 1 kundan keyin gaplashib olish, xotirjam, muammo nimada? Nimaga mana shu o'tadigan davrda nega biz qo'llab-quvvatlashni o'rniga erkak kishi tushuntira oladi? Mana shunday. Sen yonimda bo'lgan, sen menga ishonmasang, menga kim ishonadi? Mana shunday so'zlarni erkak kishi ham aytishi mumkin, ya'ni gaplashib olishi mumkin. Aziz erkaklar, ayollar shunday hissiyotga beriluvchan va gapirgan gapiga ham afsuslanib qolishi mumkin ayol kishi. Tushunarli. Xo'p, oilalarda o'sha moliyaviy savodxonlik yaxshi bo'lishi uchun, pul kelib turishi uchun, misol uchun ba'zi bir psixologlar aytadi, biz sizning daromadingizni 3x ga ko'paytirib beramiz deydi. Haqiqatan ham mana shunday yechimlar bormi? Nima qilishi kerak? Yechimini aytaylik. Aynan o'sha, xo'p, shunday fikrlar bildirilyapti. Biz nima qilishimiz kerak? Ana shu pulimizni 3 karra ko'paytirish uchun, xo'p 4 karra ko'paytirish uchun qandaydir yo'llari bormi degan savol tug'ilishi tabiiy tomoshabinlarimizda. Albatta mumkin, hamma narsa mumkin. Bu dunyoda hamma narsa mumkin. Buning uchun oddiy strategiya, biznes plan tuzasiz. Birinchi, ikkinchi qadamlaringizni bilishingiz kerak, o'zingizni A tochkangizni bilishingiz kerak, B tochka qanday bo'lishini. Misol uchun buni oddiy qog'ozda yozib olishingiz mumkin. Endi uyda o'tirib olib, menga $10,000 pul kerak, $100,000 pul kerak keladi deb o'tirsangiz, u kelmaydi. Siz o'zingizga ham ishonmaysiz, buncha summa sizga kelishini. O'shaning uchun aqlga tushunarli, siz yetib oladigan summani o'ylang. Hozir daromadingiz 1000 mi? Misol uchun $1000 kimdadir, $500 qancha? Da menga oddiy 2000 oldi. Mana shu buning uchun qo'limdan nimalar keladi? Ya'ni rivojlanishim uchun birinchi, ikkinchi qadamlar qilib ko'ring. Bittasida o'xshamasa, ikkinchisida o'xshaydi. Har bitta insonda 30 dan ortiq yopiq potensial bor, ayni kasb bo'yicha.
Xo'p, 30 dan ortiq, a? Demak, mana shu 30 taga to'xtalib o'tsak bo'ladi. Bo'ladi. Keling, reklamadan so'ng. Hozir biroz tanaffus qilib olamiz. Azizlar, keyin esa biz jonli efirimizni davom ettiramiz. Marhamat, bizda reklama. Keling. Tez kunda yangilikning qaynog'i bo'ladi. Hozircha esa reklama. Har bir yaxshi kun Jakobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Umid Nuridinovich, kreditga ariza berganmidingiz? Yo'q. Demak, firibgarlar bergan. Hozir pullaringizni sug'urta hisob raqamiga o'tkazishingiz kerak. Dodajon, bu firibgarlar. Go'shakni qo'ying. Hisobingizni hozir ilova orqali tekshirib ko'ring. Pullar joydaligi aniq. Biron narsa bo'lsa, keling o'zimiz bankka qo'ng'iroq qilaylik. Bank hech qachon karta va hisobingizga oid ma'lumotlarni yoki SMS kodini so'ramaydi. O'zingizni gapga chalg'itishga yo'l qo'ymang. Go'shakni qo'ying. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Azizlar, biz qaytdik. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Siz Taskin jonli loyihasini tomosha qilyapsiz. Savollaringiz bo'lsa, qandaydir muammolaringiz bor bo'lsa, bemalol malakali psixologimizdan maslahat olish imkoniyatiga egasiz. Telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. 71 kodi bilan 244 0141 raqami. Va yana bir narsani aytib o'tsak, Dilafruzxon, aynan muddao bo'lardi. Aynan o'zingizni telefon raqamlaringizni Instagramda, qanday nik ostida, ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, og'zaki ravishda aytib o'tsangiz, keyin esa biz yana ekranlarimizga yozamiz. Albatta, tomoshabinlarimiz ko'rib, yozib olish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun. Albatta, agar kimga qiziq bo'lsa, oilaviy munosabatlarda biron bir kelishmovchilik bo'lsa, menimcha psixolog hozirgi kunda deyarli hammaga kerak. Aynan shaxsan o'zim bilan savol-javob qilish imkoniyati bor. Buning uchun ekranda yozib qoldirishgan ekan telefon raqamlarimiz va dilim psixolog deb yozsangiz, dilim.psixolog deb yozsangiz, ham Instagram, ham Telegram, ham YouTube bizning kanallarimiz chiqadi. Men bilan bog'lansangiz bo'ladi. Juda ham yaxshi. Ana endi esa reklamadan oldingi suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat, fikrlaringizni davom ettirishingiz mumkin. Har bitta insonda, esingizda bo'lsa aytdik, 30 dan ortiq potensial bor, ya'ni kasb bo'yicha, ya'ni 34, taxminan shunday. Bu degani har bittamiz shuncha ishni qila olamiz. Bu ayniqsa hozir вообще onlayn ishlar ko'p, onlayn ishlar, tikish, bichish ayol sifatida. Uyda o'tirib pul topish imkoniyati. Albatta. Mana shunday. Lekin biz bittasida sinab ko'ramiz, ikkitasida sinab ko'ramiz, bo'ldi. 2 marta o'xshamadi, tashlab qo'yamiz. Yo'q, taslim bo'lmang. Baribir ham har bitta insonning kuchli tarafi bor. Ana shu kuchli tarafingizni topmagunizcha taslim bo'lmang. Ishga bo'lgan ishtiyoqni ayol kishida qanday uyg'otsa bo'ladi? Nima qilishi kerak? Ishga bo'lgan ishtiyoq. Ayniqsa, ko'p vaqt uyda o'tirib, bola tarbiyasi bilan shug'ullangan inson ko'chaga chiqib ketishi tabiiy hol qiyin bo'ladi. Adaptatsiya jarayoni qiyin bo'ladi. Mana shu jarayonda qanaqa maslahat berasiz? Qarang, agar kasbingizni yaxshi ko'rsangiz, menimcha bu savolga aslida o'rin bo'lmaydi. Agar kasbni yaxshi ko'rsangiz, demak, ehtiyoj yo'qmi? Demak, bu kasb sizniki emasmi? O'ylab ko'ring. Tasavvur qiling, siz ustozsiz, o'qituvchisiz, o'qigansiz. Endi bergis kelmayapti bu darsni. Bolajonlar bilan ishlagingiz kelmayapti. Juda ham qiyin. Bu yerda katta quvvatingizni yo'qotib qo'yasiz. Ya'ni siz majburan borsangiz, o'shaning uchun aytiladi, agar siz o'z qalb kasbingizni biznesga aylantira olsangiz, siz boyib ketasiz deydi. Chunki siz uni sevib qilasiz. Ya'ni pul uchun emas, sevib. Shuning uchun o'ylab ko'ring. Agar bu ishga borgingiz kelmayaptimi, demak, boshqa ishni ham qilib ko'rish kerak emasmi? Shuning uchun demak, yana bir bor o'ylab ko'rishlari kerak va o'zlariga o'zlari savol berishlari kerak. Nimaga qiziqaman? Menga nima kerak? Kunimni qanday mazmunli o'tkazsam bo'ladi? O'sha ish bilan shug'ullanib turib. Shunday demoqchisiz. Xo'p, mayli. Yana bir savol aynan o'sha moliyaviy savodxonlik borasida. Qiz farzandi borlar va o'g'il bola farzandi borlarning o'rtasida baribirga ham farq bo'ladi. Aytishadiki, qiz bolaga ko'proq pul berish kerak, o'g'il bolalarning esa cheklab qo'yish kerak. Bu qanchalik to'g'ri? Qiz bolaga, bu fikringiz to'g'ri, qiz bolaga imkon qadar
shirinlik, pul, kiyim-kechak ko'proq berish kerak o'g'il bolaga nisbatan. Nimaga? Qiz bolani to'qchilikda o'stiring deydi. Chunki qiz bola o'zi bilish kerak malikaligini, u kelajakda go'zal ona, rafiqa bo'lishligini. Lekin agar siz faqat idishni yuganing uchun sen молодецsan emas, yoki senga pul beraman, narsa beraman, sen shundoq yaxshi qizsan, sen boringcha, ya'ni u qiz bola ichki menini tasdiqlayapti. Men shunday go'zalman, men shunday yaxshiman, shundoq ham dunyo meni yaxshi ko'radi. Shuning uchun imkon qadar qiz bolani xohish istaklarini, to'g'ri, bu yerda balans bor, ya'ni olti me'yorlik bor. Xohish istaklarini ro'yobga chiqaring deb boyaga aytgandek bo'rttirib yubormang. Lekin o'g'il bolaga nisbatan ko'proq pul berib turishingiz kerak, ko'proq uni xohishlarini o'g'il bolaga nisbatan uni amalga oshirishingiz kerak. O'g'il bolaga esa qilgan xatti-harakatlari uchun ko'pincha olgan haqiqatdan boya aytganingizdek bahosi uchun, medali uchun, qilgan ishi uchun, sporti uchun, ya'ni erkak kishi bilish kerak, ya'ni o'g'il bola erkak kishi bo'ladi katta bo'lgan sari, u bilish kerak o'g'il bola, men nimagadir yetib borsam maraga, ya'ni menga mukofoti bor. Ya'ni bu o'zini instingini jangchi ovchi-ku o'g'il bola erkak kishi. Shuning uchun o'sha instingini rivojlantiradi. Shuning uchun mana buni uddalasang, senga buni olib beramiz. Mana buni uddalasang, hattoki qiz bolani shunchaki maqtang, shunchaki erkalang, go'zalligini, o'g'il bolani esa qilgan ishlari uchun, ya'ni besabab bo'lsa ham uni maqtashingiz kerak. Juda ham yaxshi. Hozir ayni daqiqalarda bizga qo'ng'iroq qilib tushibdi. Demak, hurmatli tomoshabin, sizni eshitamiz. Siz tashkil loyihasiga qo'ng'iroq qildingiz. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yana bir bor xayrli kech. Ko'ryapmiz-da hozir. Bitta masalaga yana to'xtalib, yana ayollarga yana bitta maslahatinglarni bersangiz yaxshi bo'lardi. Marhamat. To'g'ri gapiryapsizlar, bu ham shunga bog'liq. Mana Instagramni hozir ko'pchilik ko'ryapti-da, bo'lmagan videolarni qo'yishyapti-da endi. Nimadir hayotida shu narsa bo'lgan, yo'qsa postanovka qilishgan u narsani. Xo'sh. Keyin boshqa qizlar, ayollar uni ko'ryapti-da, eriga to'polon qilyapti. Mana ayoli buni, eri buni qildi. Yo'qsa yigiti buni qildi deb. Harqasi bor. O'shani ham aytib o'tinglar, qanaqa maslahat berasiz shunaqalarga? Rahmat savol uchun. Savol uchun rahmat. Aynan o'sha nima uchun unda bor, menda yo'q? Nima uchun uni turmush o'rtog'im uni sovg'a qilibdi, menga esa siz qachon sovg'a qilasiz degan narsalarga urg'u beryaptilar menimcha. O'rinli savol. Hozir internet rivojlangan, sotsiumlar rivojlangan. Haqiqatdan ham internetga kirsangiz, aytiladi, luxury hayot, ya'ni gullar, sayohat, mashinani kreditga olinganmi, gullar o'zinikimi, sayohatlar qanday etaplardan o'tib, iltimoslar qilib, u yerga albatta qanday qiyinchiliklar, u turmush o'rtog'ini qancha ko'nglini yo'l olib, misol uchun ko'ngliga, bu haqiqatmi yo'qmi? Haqiqatdan ayol kishi ishonuvchanda bular so'zlardan. Ya'ni uni ko'rib, mana nega unda bor, bizada yo'q-da. Hattoki bu kuchli depressiyaga ham olib keladi. Ya'ni stressdan keyin depressiya, ya'ni solishtiruv kuchayib ketadi. Go'yoki internetda hamma baxtli, hammada zo'r, to'kin sochlilik, menda nega unday emas? Aslida bu tangani bir tarafi. Tangani boyaga aytgandek, bu go'zal hayot bo'lsa, bu yog'ida o'zlarini og'riqlari bor, o'zlarini muammolari bor. Har bittamiz tirik jonmiz. Nima shunday, buni ko'rsatishmaydi. Shuning uchun ko'p ham internetdagi mana shunday go'zal hayotga ishonavermang. Mana shu maslahat berardim. Biling, har bitta insonni o'ziga yarasha muammosi, o'ziga yarasha o'tadigan og'riqlari va albatta go'zal hayoti ham bor. Va ko'p hollarda mana shu go'zal hayotni qo'yayotgan insonlar aksincha baxtsizroq-da. Ular balki shu narsadan rohatlanishar. Qarab o'tiradi, kommentariy kim menga nima yozdi, laykim nechta bo'ldi, e'tiborni shu orqali tortishga harakat shunday qilishar bo'lishi ham balki. mumkin. Ha, shunday. Chunki baxtli inson uni ijtimoiy tarmoqqa qo'yish bilan vaqti yo'q. O'zi bilan ovora. Haqiqiy baxt mana shu. Yoki bo'lmasam qo'rqadi ko'z tegishidan. Shunday. Tinchgina, shirin hayotimda yashab yuraveray degan bir
fikrlar ham bo'lishi mumkin. Demakki, siz o'sha ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilayotgan chiroyli videolarga aldanib qolmang, depressiyaga uchrab qolmang, emotsiyaga berilib ketmang demoqchisiz. Xuddi shunday. Juda ham ko'p bu hozirgi holatda, ya'ni o'zini hatto ijaraga uy olib, meni uyim deb aytishadigan. Shuning uchun o'sha e'tiborli bo'ling. Sizni uyingiz hozir, sizni bolalaringiz, sog'lig'ingiz hamma narsadan afzal biling. Aldanib qolmang. Dilafruz, rahmat maslahati uchun. Va yana bir savolim aynan o'sha ayol kishi agar moliyaviy jihatdan eridan ustun bo'lsa, ya'ni ko'proq daromad topsa, bu oilaviy munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Dars ketish holatlarini ham ko'rganman-da mana shu jarayonda. Muvozanatni qanday saqlab qolish kerak? Erkak qanday pozitsiyada bo'lish kerak mana shu jarayonda? Va ayol kishi. Agar ayol kishining daromadi ko'p bo'lsa erkagidan, bu degani ayol erkakdan ustun degani emas. Baribir ham erkak kishi ustun. Biling, oxirgi qarorni oilangizda erkak kishi berish kerak. Maslahatlashasiz, ya'ni o'zaro kelishuv bo'ladi, ayolning ham fikri bor, lekin oxirgi qarorni erkak berish kerak. Mana shunda mukammal oila hisoblanadi. Chunki boya aytdim, ayol hissiyot bir daqiqada bizning fikrimizni o'zgartirib qo'yishi mumkin-da. Erkak kishi hamma narsani o'ylab, keyin bu muammoni hal qilib, keyingisiga o'tadi. Biz qozonni ko'lab, nechta muammoni o'ylaymiz. Hali buni hal qilib bo'lmaganmiz. Xuddi shunday. O'shaning uchun agar ayol kishining daromadi katta bo'lsa, erkakdan bu degani uni behurmatsizlik qilish, bilib bilmasdan yoki kamsitish yoki men ro'zg'or qilyapman, ko'proq siz qilmayapsiz. Yo'q. Biling, agar ro'zg'or qilyapsizmi, turib bera olasizmi? Minnat qilmaysizmi? Mana shu joyga e'tiborli bo'ling. Mana shu qilgan uyingizga xizmatingiz uyingizni barbod qilmasin. Aksincha, siz ya'ni ham mustahkamlasin, ham go'zalroq hayotda yashang. Shuning uchun bu hech qanaqa muvozanatni buzish kerak emas. Ayol o'rnida bo'lish kerak. Ya'ni vazifalari birinchi bo'lib ayolning vazifasi oilada. Dilafruz, bu bir jihati-da, yana ikkinchi jihati ham shundan iboratki, er mana shu jarayonni jahl qilishi mumkin. Ayol kishi o'zini bosib, o'zini vazifasini amalga oshirayotgan paytda nima uchun u ko'p pul topyapti va uni asabiga tegi, o'sha karyerasiga nuqta qo'yishga harakat qilish holatlari ham bo'ladi. Buni tan olishimiz kerak. Mana shunday erkaklar ham bor aslida. Shu jarayonda ularga qanday maslahat berasiz? Keling, maslahatingizni yana bir qo'ng'iroq egasini savolini eshitganimizdan so'ng davom ettiramiz. Xo'p, bo'ladi. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ayni daqiqalarda bizga qo'ng'iroq qilib tushgan tomoshabinimiz borlar. Assalomu alaykum. Taskin loyihasiga qo'ng'iroq qildingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ayollar bilan qilaman. O'zbekiston taklif qilaman. Rahmat. Sizga savol, mana oilaga shaxsiy psixolog kerakmi, kerak emas? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savol, kelinlik shaxsiy savol edi. Turmush o'rtog'inglar bormi sizlarni? Boshingiz ochuvmi? Bor, albatta. Bor. Turmush o'rtog'i. Bu ahamiyatga egami? Rahmat. Hurmatli tomoshabinimiz, iltimos qilamiz, boshqa xonaga yoki bo'lmasam televizoringizni muruvvatini pastroq qilasiz. Sizning ovozingiz bizga yaxshi eshitilmayapti. Biz ikkimiz ham oilalimiz. Uzilib qoldi, savollarni bera olmadilar. Demak, birinchi savollarga javobni berasiz, a? Turmush o'rtog'im bor, 3 farzandning onasiman. Men esa 2 farzandning onasiman. Ma'lumot uchun. Albatta. Birinchi savollar nimadan iborat edi? Biz boshqa jarayonga e'tibor qaratib savollarni oilaga psixolog kerakmi? Menimcha kerak oilaga. Misol uchun aytadiku, bu albatta hozir chet eldan kirib keldi, lekin hozir bizda urfga sekin-sekin aylanyapti. Tasavvur qiling, erkak bilan ayol urushdi, bu bo'ladi shunday etib, xafalashib qoldingiz va emotsiyada mana eringiz sizni xafa qilib qo'ydi, qattiq gapirdi va o'sha paytda ayol nima qilish kerak? Onasiga telefon qiladi, onasiga turmush o'rtog'i bilan bo'lgan munosabatni gapirib berganda, ona achingan holatda qandaydir qattiq gaplarni gapirishi mumkin, kuyov haqida bilib bilmas holatda. Nima bo'ladi? Bu yerda jertva-ku, ya'ni bu yerda jabr deydi-ku. Ha, mana onam ham achinyapti, men becharaman, ya'ni mana shunday. Kerak emas maslahatlar ketadi.
dugonaga telefon qilinadi, erim bunday dedi, u yerda dugona nima? O'zi erdan kuygan dugona nima maslahat beradi? Hammasi bir go'r, mani erim shunday qildi, yana tasdiq oldi. Ya'ni u qiyin vaziyatda agar shu paytda mutaxassisga, haqiqiy professional psixologga borsangiz, u sizni ko'zingizni ochib qo'yadi, oddiy qilib aytganda, aslida bu o'tadigan davr, aslida bu sizda krizis davrimi, munosabatlarda qayerda dars ketyapti, nima sababdan eringiz sizga jahl qildi, siz bu paytda nima, mana shunday balans buzilganligini tushuntirib beradi. Ana o'shanda, ya'ni psixologning vazifasi vaziyatni bitta tarafdan qarashga emas, har tarafdan qarashga ko'rsatib beradi. Ya'ni eringizni o'rniga sizni qo'yib ko'radi. Ana o'shanda ayol o'ziga keladi. Albatta bu yaxshi emasmi? Menimcha eng to'g'ri yechim bu. Tomoshabinlarimiz orasida ham balki psixolog ko'magiga muhtojlar bordir. Dilafruz, o'zingizni o'sha qayerga murojaat qilishlari mumkin? Telefon raqamlaringiz, ijtimoiy tarmoqlardagi o'zingizni yurituvchi o'sha profillaringizni aytishingiz mumkin. Albatta, agar kimga mutaxassis yordam kelsa, ayni psixologik tomondan dilim.psixolog deb yozsangiz, Telegram, Instagram, YouTube'larda ham barcha niklarimiz mana shu orqali topsangiz bo'ladi va men bilan muloqot yoki konsultatsiyalar olsangiz bo'ladi men bilan. Demak, dilim.uz azizlar. Siz Toshkent telekanalida Taskin jonli loyihasini tomosha qilyapsiz. Va ayni daqiqalarda o'sha psixologdan qandaydir maslahat, ko'mak, yordam kerak bo'lsa, mana shu fursatlardan foydalangan holatda bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ayni daqiqalarda psixologimiz jonli efirda sizni savollaringizga to'la-to'kis maslahat berishga, javob berishga tayyorlar. Bundan foydalanib qoling, azizlar. 71 kodi bilan 244 01 41 raqamlarimiz o'z faoliyatini davom ettiryapti. Telefon raqamlarimiz ishlab turibdi, azizlar. Aynan o'sha bizning mavzuyimiz oilada pul masalasi bo'lgandan keyin, xo'p, ikkita inson, ya'ni ayol kishi eridan xafa, eri ayolidan xafa, munosabatlar dars ketyapti, go'yoki bu munosabatlarni tiklab bo'lmaydi degan darajada ular bir-biridan xafa. Mana shu paytda go'yoki hech kim yordam bermaydi. Siz psixolog sifatida birinchi ishni nimadan boshlaysiz? Qanday yordam berasiz mana shu jarayonda? Agar ikkalasi birlardan xafa bo'lsa, aytgandek juda ham qattiq bo'lsa, bu yerda juda katta janjal bo'lgan, qandaydir urush bo'lgan, uni kovlasangiz nimalardir chiqib keladi. Buni sababini bilish kerak. Aslida hozir biz taxminan qilyapmiz. Taxminan birinchi bo'lib boyagi aytganimdek emotsiyada urushmang. Emotsional, gormonal ko'tarish, kortizol ko'taradi, asabiysiz, o'z haqqingizni talab qilmang. Uni ham haqiqati bor, sizni ham haqiqatingiz bor. Siz eringizga mana shuncha talablarni qo'yganingizda, uni ham sizga mana shuncha talablari bor. U sizniki bilan to'g'ri kelmasligi mumkin. Imkon qadar janjal bo'lgan paytda birinchi qoida bu urush, mana shu urushni mana shu joyida qoldirish. Mana shu joyda. Kerak emas, haqni talab qilmang. Bir kundan keyin yo hech bo'lmasa 5 soat qoidasi bor. 5 soatdan keyin gaplashib olish. Ya'ni xotirjamlik bilan. Va xato nimadan bo'ladi? Mayli, qandaydir muammo bo'ldi, janjal bo'ldi. Ayblovdan. Sizni deb, uni deb, qo'shnini deb, ya'ni kimlarnidir ayblov. Kelinim, qaynonam, o'zimni deb, kim o'zini endi ayblanmaydi, kimnidir. Kerak emas, sababchilarni qidirmang. Bo'lar ish bu bo'ldi. Endi oqibatini, birinchi, ikkinchi qadamlarimni, vaziyat bu bo'ldi. Endi biz nima qila olamiz? Men nima qila olaman? Oilamni mustahkamlashim uchun, munosabatlarni saqlab qolishim uchun men nima qila olaman? Balki men ham o'zimdan bo'rttirib yuborgandirman. Men shaxsan o'zimni tahlil qilaman. Men bo'rttirib yubormadimmikanman? Men ayol sifatida o'z o'rnimdamanmi? Yoki kerak emas gaplarni aytishni boshladimmi? Men ayol kishi biladi, aytadi, erim o'zidan o'zi urushda yo'q. Demak, o'sha daqiqada aytilish kerak bo'lmagan so'zlarni gapirib yuborgansiz. Siz bilardingiz, bu gaplar uni chiqazib yuborishini, iznidan, ya'ni holatidan, ruhiy holatini ko'tarib yuborishini. Mana shunday. Umuman bunday jarayonlarda imkon qadar individual ishlasangiz, albatta bemalol yechimlar muammoga yarasha chiqib kelaveradi. Dilafruz, mana shu jarayonda biron bir maskanga sayohat yordam beradimi, bermaydimi? Albatta yordam beradi. Umuman mutaxassislar, psixologlar tavsiya qiladi.
yoki alohida borib sayohat qilib kelish kerakmi yoki bo'lmasam birgalikda o'sha ikki inson bir-biridan xafa, aynan o'sha er xotin birga borish kerak. Birga borgani ko'proq foyda beradimi? Albatta, sayohat bu munosabatlarni mustahkamlovchi eng katta omillardan bittasi. Bo'lish kerak. Haftada bir marta boring, piknikka boring. Chet elga agar bora olmasangiz, chet elga borsangiz вообще zo'r. Boring, piknikka boring. Bir marta farzandlar bilan, oila bilan, keyingi safar er-xotin alohida ham borishni tavsiya qiladi. Chunki ana shu joyda munosabatlarda uyg'unlik bo'ladi. Ya'ni yolg'iz qolish, uyda nima bo'ladi? Bolalar, ro'zg'or, tashvishlari, mana shunday erkak bilan ayol qalbdan gaplashishga balki vaqti bo'lmaydi. O'shaning uchun ana shu boring, toqqa boring, pikniklarga er-xotin alohida borish ham tavsiya qilinadi. Albatta, ikkalasi birgalikda borish va alohida borish. Alohida deganda dugonalar bilan borib turish kerak. Ayol kishi, erkak kishi, turmush o'rtog'i, erkak kishi, erkaklar bilan. To'g'ri aytyapsiz. Faqat turmush o'rtog'i bilan borish kerak. Yo'q. Erkaklar o'zini og'aynilari deydi-ku, ular bilan borib turish kerak. Albatta. Chunki ularning shaxsiy hududi bor, gapiriladigan gaplari bor. Siz eshitish kerak bo'lmagan gaplar bor. Bu degani sizni yomon ko'rib qoldi. Yo'q. Siz o'zingiz ham dugonalar bilan gaplashgan gapingizni eringiz bilan gaplasha olmaysiz-ku. Haqqoniy bo'laylik. Ba'zida xuddi shunday, ular ham xuddi shunday. Shuning uchun alohida ham ayollar gaplashib, ya'ni o'zingizga mos, sizni qo'llab-quvvatlaydigan ayollar bo'lsa, dugonalaringiz bo'lsa, nega yo'q? Albatta, hozir qanday go'zal tog' maskanlari bor, borib albatta mamlakatimizda turizm juda ham rivojlanyapti, go'zal maskanlarimiz bisyor. Chet elga chiqib dam olish shart emas. O'zimizni har bitta hududimizda chiroyli maskanlarimiz, juda ham chiroyli tarzda bezatilgan dam olish maskanlari, ko'ngilochar maskanlarda bemalol haftada bir marta, yo boringki bir oyda bir marta, bir kun bo'lsa ham o'sha chiroyli maskanlarimizga borib dam olishsalar albatta ayni muddao bo'lardi. Va bugungi efirimiz menimcha Dilafruz ko'proq shu erkaklarimizga juda ham manzur kelyapti. Ayni pul, daromad. Ha, pul, daromad va sizningcha ko'proq ularni ko'kka ko'tarib yubormayapmizmi? Erkaklarni. Psixolog sifatida faqat to'g'risini ayting. Yoki psixologiyada faqat erkak kishiga yomon bo'lsa ham yaxshisan degani haqiqatan ham yaxshi bo'lib ketadimi? Balansni aslida ikkita tanlab bo'lish kerak. Ya'ni biz erkak taraf ham, ayol taraf ham bo'lmaymiz. Ya'ni biz как o'rtani olishimiz kerak. Menimcha hozir ko'kka ko'tarilmayapti. Aytadi-yu, baribir ham hamma o'ziga mosini oladi. Ya'ni meni so'zimdan o'ziga mosini oladi. O'shaning uchun ayollarni ham albatta o'rni katta, oilasida, munosabatlarda kerak bo'lsa haq huquqi ham oilada ayolniki ko'p. Shunchaki biz bilmaymiz bu haq huquqlarni. Juda ham yaxshi. Xo'sh, bizga SMS orqali ham savollar kelgan. Bir savolda, bir SMSda shunday savol berilgan. Erim o'zga ayollarga qimmatbaho sovg'alar hadya qiladilar, ya'ni o'zlarining yaqinlariga, opa-singillariga, qarindosh urug'lariga, lekin menga hech ham sovg'a bermaydilar. Men uchun pul sarf qilmaydilar. Nima qilsam menga ham e'tiborli bo'lib sovg'alar olib keladilar deb yozibdilar. Savol, misol uchun, nega erkak kishi ikkita ayolga ikki xil muomala qiladi? Erkak kishi o'sha-ku. Demak, gap erkakda emas, ayolda. Misol, endi qo'pol misol, ajrashgan erkak kishi nega ikkinchi marta turmush qursa, bu bilan boshqacha munosabatda, bu bilan boshqa munosabatda. Nimaga? Bunga qo'pol edi, bunga yaxshi. Demak, erkakda emas, ayolning funksiyalarida, ayolning e'tiqodlarida, ayolning xarakteridadir balki gap. Buni ham tan olish kerak. Ya'ni boyaga gap so'rashni bilmaysiz, oddiy qilib aytilganda. O'rnida, ma'runida nega u uddalayapti u ayol kishi? Nega u qilgan ishni siz qila olmayapsiz? Balki jahl, g'azab, alam, nafrat qachondir sizni xafa qilganingizni saqlab yuribsizmi? Biz o'ylaymiz, yo'q, men yaxshi gapiryapman, ko'ngliga qarayapman. Yo'q, bu yuzaki. Odam his qiladi.
erkak kishi ham his qiladi. Siz yuzaki uni yaxshi gapiryapsizmi, haqiqatdan ham uni yaxshi ko'rib, unga munosabatdamisiz? Agar samimiy bo'lsangiz, erkak kishi sizga albatta ilinadi. Pul ham qo'lidan kelgancha, albatta daromadiga yarasha taqinchoqlarni ham ilinadi. Shunchaki biling, demak, siz eringizdan xafasiz va u buni biladi. Siz buni xatti-harakatlaringiz bilan, e'tirozlaringiz bilan, как aytadi, ruschasiga должен deydi, sen majbursan boqishga. Agar siz majbursan deb qarasangiz, u ham sen majbursan, o'z vazifangni qilyapsan oilada deb aytadi. Shuning uchun mehrda bo'lsa, ya'ni turmush o'rtog'ingizmi, yostiqdoshingizmi, agar munosabatlarni shu darajada olib kela olsangiz, shirin so'z, oddiy elementar oiladagi o'rningiz, turmush o'rtog'ingiz yonida go'zal rafiqa, bolalarning yonida ona, mana shuni kelin, bizada aralashib ketadi. Bu ona obrazi ko'payib ketishi mumkin. Misol uchun 2-3 ta tug'ilgandan keyin keling bolalar bilan ovqat yeb oling, doringizni ichib oling, shapkangizni kiyib oling. Yo'q, bolalar bilan emas, yo'q, bolalarga bering, birga ovqatlanib bo'lib, keyin alohida men siz bilan birga choy ichgim keldi, siz bilan vaqt o'tkazgim keldi. Kimga yoqmaydi shunday iliq so'z? Misol uchun men sizga tezroq menga ovqatimni suzib bering desam, suzib berasiz, lekin rosa ovqatning hidi shirin. Mana shu ovqatingizni ichiga solib bering, siz salat ham qilib berasiz. Xuddi shunday. Erkak kishi ham ikki og'iz shirin so'zingizga, sizning holatingizga ta'sir qiladi, ya'ni u ulan bo'ladi. Hatto vizual erkaklarda kuchli, ya'ni ko'rish erkak kishi ishdan kelganda ayolni shundoq ko'rib, uni kayfiyatini bilib olar ekan. Bugun unga qattiq gapirish kerak emas yoki bugun nimadir yana bo'ldi, obbo deydi. Mana shunday. Ya'ni sizni ko'rib erkak kishi kayfiyatingizni bilib olishi mumkin. Tushunarli. Rahmat, Dilafruz. Ayni daqiqalarda bizga qo'ng'iroq qilib tushgan tomoshabinimiz borlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kech sizga. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Xo'p. Men ajrashganman. Aliment to'layman. Har oyda bolalarim bilan uchrashib turaman. Lekin shu bolalarim bilan nima to'g'risida gaplashishni bilmayman. Endi so'rayman, tuzingizlar, yaxshimisizlar, alindaqa birov xafa qilmayaptimi shu? Bitta o'g'lim, bitta qizim. Men bularni juda ham sog'inaman. Endi ular bilmayman, meni sog'inishadi. Endi yoshlik Xudo biladi, ular yosh-ku hali-yu. Lekin men bu ahvolda o'zimni aybdor deb his qilyapman. Keyin nima maslahat berasiz, nima qilishim kerak? Qancha vaqt bo'lgan hozir ajrashganingizga? 17-yildan. 17-yil. Deyarli, ha. Tushunarli. Rahmat savol uchun. Hozir javobini eshitasiz. Demak, aytmoqchilarki, o'sha farzandlari bilan ota bola sifatida, yaqin bir mehribon ota sifatida rol o'ynay olmayaptilar. Vazifalarni bajara olmayaptilar, munosabatga kirisha olmayaptilar. Aybdorlik hissi bor bu yerda. Men o'zimni aybdor deb his qilyapman deb aytib o'tdilar. Biling, hamma narsa yozib bitilgan. Mana shu suhbatimiz ham hammasi yozib bitilgan. Demak, rizq turmush o'rtog'ingiz bilan ajrashadigan kuningizda o'sha rizq uyingizdagi qozoningizda emas, alohida bo'lishi kerak edi. Shuning uchun kimdir nimadir sabab bo'lib siz ajrashdingiz. Shuning uchun ayblamang demoqchiman. Bu juda ham kuchli yoqilg'i, insonni barbod qilib, hatto kasallikka olib keladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, farzandlar bilan aytdilar, gaplashishga mavzu yo'q, nima deyishni bilmayman. Farzandlarim demak ko'nglini ola olmayotganmikinlar? Qarang, farzandingiz bilan xafa qilmayaptimi, yaxshimisan? Qarang, tasavvur qiling, farzandingizni yoshiga tushib oling. Go'yoki siz u bilan ota sifatida emas, go'yoki uni yoshidek. Qaysi sport tugaragiga qiziqadi? Boring birga. Agar o'g'il bola bo'lsa, boring birga sportga. Unga juda ham qiziq. Bolalarga ota onasi bilan o'tadigan o'yinlar bir umr esda qoladi. Bir umr. Sport deysizmi? Hattoki mana shu hozir bizda qanaqa go'zal plashatkalar bor. Hatto ota onalar kirsa ham bo'ladi. Bolalar maydonchasida. Kattalar uchun ham maydonchalar birgalikda vaqt o'tkazishgan. Bolalar bilan kirsangiz bo'ladi. Boring o'sha maydonchaga bolangiz bilan kirib kacheli uchun, ya'ni birga vaqt o'tkazing. Biling, bir umr
uni o'zini kirgizib olganingiz boshqa, u bilan birga o'ynaganingiz, kaptok o'ynang birga, ham bolaligingizga qaytib qoling, birga kuling, mazza qilib, shunaqangi sizga yaqinlashadiki munosabatlar. Ya'ni bu ishonch ko'prigi deyiladi. Ya'ni mana shu siz aytgan mehrni, uyg'unlikni beradi. Tushunyapsiz? Mana shu oddiy aslida. Mana shu jarayonlar jipslikka olib keladi. Albatta. Juda ham yaxshi. Azizlar, ayni daqiqalarda biz biroz tanaffus qilib olamiz. Bizda reklama vaqti, albatta undan so'ng yana davom etamiz. Marhamat. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. Oqtepa lavashda ommabop taomlarni 40% gacha chegirma bilan buyurtma qiling. Va bu hali hammasi emas. Hammasi Yandex.Go ilovasida. Hatto Sherlock Holmes ham ba'zida ojiz qolar ekanda. Qadrli Watson, qayerdan boshlashni ham bilmay turibman. Esingizdami, jabrlanuvchi oldida oq qo'lqop topilgan edi. Siz bo'lmasangiz nima qilar edim? Lekin bu qo'lqop kimga tegishli ekan? Albatta qotilga tegishli. Bugun xizmatkor bilan salomlashdingizmi? Uning faqat bitta qo'lqopi bor edi. Va qoni ham muzday. Aha, janob Watson, demak haqiqiy qotil bu xizmatkor. Shubhasiz. Watson, kutilmaganda mendan ham ziyrak bo'libsiz, lekin qanday qilib? Javob oddiy. Siz choy ichasiz, men Red Bullni tanlayman. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Azizlar, biz qaytdik. Yaxshi kayfiyatda jonli efirimizni davom ettiramiz. Siz taskin loyihasini tomosha qilyapsiz. Qandaydir muammolaringiz bor bo'lsa, savollaringiz bor bo'lsa, malakali psixologimiz javob berishga tayyorlar. Telefon raqamlarimiz 71 kodi bilan 244 0141 raqamlari ishlab turibdi. Shunday savol bor Dilafruz. Maktab yoshidagi bolalarda pul topishga qiziqish ortib borayotganini biz eshityapmiz. Ya'ni ular ijtimoiy tarmoqlarda turli o'yinlarni o'ynab, pul topishga harakat qilishadi. Umuman, bolalar pul topishga qiziqishi va buning uchun harakat qilishi yaxshimi yoki yomonmi, sizning fikringiz? Bola pul topishga qiziqishi albatta bu yaxshi. Ya'ni bola boyaga aytganimizdek, pul bilan muloqotni, ayniqsa bu erkak kishi, ya'ni o'g'il bolaga bu kerak. Umuman tavsiya qilinadiki, o'g'il bola agar 9 yoshdan bo'lsa, aziz ayollar, otasi bilan ishxonasiga yuboring. Agar uni qo'yadigan bo'lsa, misol uchun, u ko'rsin ish jarayonini, ota qanday pul ishlashini, bu narsalar, bu uydagi oziq-ovqat oson kelmasligi, ya'ni demak, men ham katta bo'lsam ishlayman, pul topaman, ya'ni mana shunday o'ziga bitta obraz shakllantiradi. Mana shuni ota bilan ko'proq vaqt o'tkazish kerak, ya'ni 9 yoshdan keyin o'g'il bolalar. Lekin mana bu internetdagi o'yinlar orqali men tavsiya qilinmasdim, chunki bu pul topish emas, ko'pincha oddiy qilib aytganda firibgarchilik menimcha, bu shunchaki bolalarni chalkashtiradi, adashtiradi. Bor internet orqali IT sohalari, mobilograf, ya'ni nima, buni o'zlashtirishsa zo'r, SMM sohalarini bu zo'r, agar bu yo'nalishga ketsalar. Xo'p, bolaligidan pul yig'ishga qiziqadigan bolalarni kelajakda nima kutadi? Qanday muvaffaqiyatga erishishi mumkin ular? Bolalikdan pul yig'sa agar, yig'ishga qiziqadigan. Bilinyaptiki, bolalikdan u boyishni, ya'ni pulning qadr qimmatini, mag'zasini tushunib olgan. Albatta kelajagi deyarli porloq sez ham bo'ladi, chunki u biladiki, pul orqali ko'p narsani hal qilsam bo'ladi, nimadir olsam bo'ladi. Bu zo'r. Agar bolalar bolalikdan pul yig'ishni, pul bilan muloqotni o'rgansa, ko'pincha aytadi, ayollar menga ham savol berishadi, bolam pulga qiziqmaydi, pulga mehr qo'ymagan, bu yaxshimi deb. Pulga mehr qo'ymagan emas, pul eng katta quvvat, eng katta energiya-ku. Qancha mehnat orqali u sizni qo'lingizga keldi. Ular dunyoda qanday insonlarni qo'lidan o'tgan, buyuk insonlarni, ya'ni mehr qo'yish emas, uni bilish kerak, bu quvvat, uni qadrlash kerak, uni kimnidir, chunki pulni qadrlayotganingizda kimnidir mehnatini qadrlayapsiz. Qadrlash kerak va albatta sarflashga ikkilanishingiz kerak emas. Sarfladingizmi, afsuslanmang,
qimmat olib qo'ydim yoki boshqa joyda arzonni ko'rib qolsangiz ham pul kelib ketish uchun kelgan. Rohatlanishni o'rganing. Tushunarli. Va bizga yana bir inson qo'ng'iroq qilib tushdilar. Siz jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alhamdulillah. O'zingiz yaxshimisizlar? Kayfiyatingiz Rahmat. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Opajon, men xo'jayinim bilan tez-tez gaplashdim. Moliyaviy tomondan menga ayolli bir maslahat bering, yo'l yo'l ko'rsating, xatolarimni tuzating. Xo'jayinim bilan urushli, undaqa nizoli vaziyatidan chiqishni menga o'rgating. Boshqa aytadigan gapingiz yoki savollaringiz yo'qmi? Hozir shu. Tushunarli. Ana endi esa savollarimga javob olaman. Albatta, psixologimiz hozir sizni savolingizga javob beradilar. Tushkunlikka tushmang aslo, to'g'rimi? Hozir juda ham xafalar, turmush o'rtoqlari bilan hech kelisha olmayotgan ekanlar. Deyarli har kuni urushamiz deyaptilar. Gaplariga to'g'ri kelmayotgan ekan. Ovozlardan bilinib turibdiki, ular turmush o'rtoqlarini yaxshi ko'radilar. Shuning uchun ham xavotirdalar, to'g'rimi? Nima qilishlari kerak? Birinchi bo'lib, haqiqatan ruhiy holatingizni juda ham tushkun ahvolda, ruhiyatingizni tushirmang. Sog'liqsiz uchun kerak, biling. Chunki bu bora-bora boya aytib o'tgandek, kasallikni uyg'otasiz. Biling, sizni kasal qiladigan kasallik emas, sizning fikrlaringiz 12x ga ko'payadi. O'shaning uchun turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingiz yaxshi emasmi? Demak, sizga nima kerak? Men bilmayapman, men buni bilmayapman qilishni, misol uchun, bu buzilib ketyaptimi? Oddiy elementar. Demak, men buni o'rganishim kerak. Demak, men erkak psixologiyasini o'rganishim kerak. Men munosabatlarni o'rganishim kerak. Erkak ayol munosabatlarini o'rganishim kerak. Ayol sifatida meni vazifalarim va haq-huquqlarim, erkakni psixikasi, uni fikrlashi, qayerda xo'p deyish, qayerda yo'q deyish, qayerda men nimani bo'rtirib yormayapman, balki kerak emas joyda jahl qilyapman, aytish kerak bo'lgan fikrimni balki ayta olmayapman. Mana shuning uchun ayol kishi o'qisin deyman. Erkak ayol ilmli ayol bo'lsangiz, ya'ni erkak ayol psixologiyasini o'rgansangiz, munosabatlarda ancha oydinlik kirishadi. Bilasizda, qayerda unga qanday munosabatni bildirish kerak. Emotsiyada hal qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun aslida bunga alohida yondashish kerak. Hozirgi vaziyatda munosabatlar saqlab qolish uchun birinchi tushib oling holatingizdan va nimadir bo'lgan, bilinib turibdi ovozingizdan, keyingi qadamlarni o'ylab ko'ring. Munosabatlarni saqlab qolish uchun ayol sifatida men nima qila olaman? Biz ko'pincha erkak qilish kerak, u ayblashga o'tib ketamizda. O'shaning uchun men nima qila olaman? Keling, hozircha erkakning psixologiyasini o'rganib olaychi. Men uni tushunib olaychi. Uni qanday harakatlari bor, qanday uni qalbiga yo'l topa olaman. Tushunarli. Bu muxlisamiz menimcha hozir psixolog ko'magiga muhtojlar. Shundaymi? Psixolog bilan ishlashlari kerakmi mana shu jarayonda? Albatta. Sizga murojaat qilsalar, jonim bilan yordam beraman, albatta. Ijtimoiy tarmoqdagi raqamingiz yoki bo'lmasa o'sha profillaringizni aytib o'ting yana bir bora. dilim.psixolog desangiz, Telegram, Instagram va YouTube kanallarida bizani chiqamiz. Bemalol admin orqali men bilan bog'lansangiz bo'ladi. Demak, ekranlaringizda ham mana shu manzil ko'rsatilgan. Telegramda ham faol bu manzil, ijtimoiy tarmoqlarda ham, Facebook va Instagramda ham faol. Telefon qo'ng'irog'i bor ekan, adashmasam bizda. Alo. Uzilib qoldi chog'i. Telefon. Hech qisi yo'q, yana bir bor urinib ko'ring. Biz hali efirdamiz, azizlar, jonli efirda sizni eshitishga tayyormiz. Savollaringizga javob berishga esa psixologimiz tayyorlar, azizlar. Xo'sh, yana o'sha oilaviy munosabatlarga qaytsak. Bir-biriga jahl qilgan bilan ish bitmaydi va bu borada o'zini jahlini bolalardan oladigan onalar yoki otalarga qanday maslahat berasiz? Qandaydir qoida bormi mana shu narsadan xalos bo'ladigan? Chunki baribirga ham og'zaki biz aytganimiz bilan, maslahat berganimiz bilan, lekin ana shu qoidaga amal qilishmasa foydasi bo'lmaydi, to'g'rimi?
To'g'ri. Bu ayanchli holat. Agar siz farzandingizdan alamingizni olayotgan bo'lsa, yana o'sha ayollar boya aytganingizdek, nega erkakni ko'kka ko'taryapmiz? Yana ayol, chunki ayol ko'pincha farzandni urib qo'yadi yoki jahl qiladi. Mana shu ko'tarilgan emotsiya deymiz, ichki holatini kimgadir ayta olmadi, e'tirozligini kelisha olmadi. Bu yerda farzandi nimadir noto'g'ri qilib qo'ysa, uradi, urishadi. O'sha emotsional holatini bolaga to'kishi, ya'ni bolani jazolashi. Ana o'sha paytda siz o'ylaysiz, bolani kaltaklab, bolani urishib, ona maza qiladimi? Yo'q. Bu yerda ona o'zini jazolayotgan bo'ladi. Chunki hamma onada onalik instinkti juda kuchli. Bolani urishgandan keyin agar qo'l ko'tarib qo'ysa, keyin ona juda ham qattiq afsuslanadi. Ya'ni bu orqali bu o'zini jazolayotgan bo'ladi. Xo'p, Dilafruza, aytingchi, psixologiyada qarzdan qutulish yoki bo'lmasam kamaytirish yo'llari mavjudmi? Mavjud. Hamma narsa aslida fikrlarimizdan boshlanadi. Fikrlardan dunyo qarashimiz, keyingi xatti-harakatlarimiz, odatlarimiz shakllanadi. Qarzlardan qutulish uchun birinchi bo'lib vaziyatni tan oling. Oddiy men qarzim yo'q deganingiz bilan u yo'q bo'lib qolmaydi. Hech qanaqa terapiya. Birinchi bo'lib tan olib, meni o'sha boya aytib o'tdim, oddiy bizning texnikamiz bu A nuqta meni holatim, B nuqta qanday bo'lishini istayman va A nuqtadan B nuqtaga o'tish uchun meni yo'lagim, ya'ni meni planim, nimalar qila olaman. Umuman qarz bu kelajakdan olingan pullar, ya'ni siz o'sha kelajakdan pul oyligingiz keldi nima bo'ladi? Pul to'layverasiz kelajagingizga. Mana shunday imkon qadar qarz olmasligini, qarz orqali siz nimalarni hal qildingiz, bu orqali siz uchun juda katta xulosa bo'lishi kerak. Ya'ni qarzga ulanib ketish kerak emas. Bu paytda to'xtatishingiz kerak. Juda katta xulosalar bilan. Ko'pincha bu qarzni olib bu yoqdan bunisi bilan yopaman desangiz, bu biling tugunga aylanyapti va tugunni yechish sizga qiyin bo'ladi. Shuning uchun bor shunday bloklar deymiz, psixologik bloklar, puldan qo'rquv, katta pullardan qo'rquv, ko'p pulingiz bo'lsa nima bo'ladi desangiz, ayollar aytadi, jonimga qasd qilishadi, pulimni o'g'irlab ketishadi, boy bo'lish yaxshi emas. Mana shunday ayollarning fikri bor. Bu bizni psixologlarning tilida bloklar deyiladi. Mana shu fikrlarni qog'ozga yozing. Agar boy bo'lib ketsam, qarzsiz yashasam, nima yomon bo'lishi mumkin? Ba'zida 50 talab, 100 talab yozishadi. Mana qarang, qanchalik biz aslida oson hammasi. So'rab beraman deydi. Ya'ni o'sha pulga siz tayyor emas ekansiz. Shuncha qo'rquvlaringiz bor. Buni yozib, biz aytamiz, yoqib olsangiz bo'ladi. Asosiysi ko'zga ko'rsatib berdingiz. Bu shunchaki fikrlarda edi. Shunchaki, ya'ni kimdandir eshitib olgansiz buni. Daromadlar va xarajatlarni balansli ravishda qanday taqsimlash mumkin? Aynan o'sha daromadlar va xarajatlarni qanday balansli ravishda taqsimlash mumkin? Undan avval esa sizni telefon raqamlaringizni ekranlarimizga chiqazamiz. Azizlar, chunki bizga qo'ng'iroq qilayotgan tomoshabinlarimiz sizni telefon raqamlaringizni so'rashayotgan ekan. Marhamat, yozib olishingiz mumkin. Ekranlaringizda telefon raqamlari, psixologimizning telefon raqamlari mavjud azizlar. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 99 kodi bilan 925 37 35. Ana endi esa savolimga javobni kutyapman. Aynan o'sha daromadlar va xarajatlar balansini qanday taqsimlash mumkin? Birinchi bo'lib, agar daromadingizni, ya'ni misol uchun oylik oldingiz, uni birdaniga ishlatib yuborsangiz, albatta bu sizning xatoyingiz bo'ladi. Chunki siz bilasizki, boya aytdik, balansga qo'yishimiz kerak. Bu nima bo'ladi? Taxminan hammani hisob-kitobi har xil. Shunga yarasha balans qiling. Misol 25% uy ro'zg'orlariga, 25% o'zimni shaxsiy rivojlanishimga, misol uchun o'qishimmi, ishimmi, nima bor? Ya'ni meni rivojlantiradigan kitoblarim bormi? 25% bunga. Bundan ozginasi, misol uchun 10-15% balki yaqinlaringizga, kimdir ro'zg'ordan qiynalyaptimi, ya'ni o'shanga bo'lishi mumkin. Bundan yana 5%ni, ya'ni 5-10%ni ota-onaga qilishingiz mumkin, ya'ni sovg'a, salomlar. Yana biling, buni ichida sizni
orzuyingizga alohida pul ham yig'ilishi kerak. Ya'ni o'sha siz aytgan sayohat yoki biz aytiladiyu qora kunga, yo'q, qora kunga deb niyat qilmang pulni yig'ib. Haqiqatdan qora kun bo'ladi keyingi. Yo'q, mani orzuyimga, misol uchun sayohat yoki yozda nimadir. Mana shu xohlasangiz mashina deysizmi? Albatta, necha foizi ham orzuyingizga ham alohida taqsim qilishingiz kerak. Mana shunday bo'lsa, menimcha, ya'ni bu hammaga individual o'zingizga menimcha hammasi joyida va albatta buning ichida bolalarning o'qishi mana shunday taqsimlab oling. Birdaniga hammasini ishlatib olsangiz, albatta keyin o'zingiz qiynalib qolishingiz mumkin. Xuddi shunday. Va SMS orqali yana bir savol yetib kelgan. Meni farzandim kamolga yetgan, o'qishlarini bitirgan, ammo ishlashga, oilaviy byudjetga hissa qo'shishga intilmaydi. Uni qanday qilib ishlashga qiziqtirishimiz mumkin deyaptilar. Yoshlar demak katta yozmabdilar. Demak, shu o'qishlarini bitirgan bo'lsa, 20 yosh atroflarida, 20-22 yoshlar atrofida bo'lsa kerak. Mana shu joyda bola bekordan-bekor aytilmadi boya 9 yoshdan bolani ota bilan qo'ying, shtop otani ishlayotganini, daromadini ko'rsin. Mana shunday ishxonasiga ruxsat bersa, borsin. Demak, bolalikdan shakllanmagan, o'rgatilmagan pul bilan muloqotni lekin biling bu muammo emas, yechim bor. U nimagadir qiziqadi. Balki ota kasbgadir, balki o'zini orzusi bordir. Ko'pincha biz xohlaymiz, vrach bo'lsin yoki boshqa kasb egasi, misol uchun til o'rgansin. Yo'q, nimani o'zi istaydi, nimani xohlaydi. Ana shu yo'nalishda ozgina ko'mak, o'xshamasa hech qisi yo'q, boshqa kasbni ham qilib ko'rish kerak. Imkon qadar ota-onaning duosi, biz birgamiz, sen uddalisan, kamsitmasdan, ko'pincha kamsitiladi, nima deyiladi? Eplolmading, bitta ishdan yana haydashdimi? Hech qisi yo'q. Bunisi bo'lmayaptimi, bolam? Keyingisini ishlab ko'rasan. Mana shunda ota-ona menga ishonyapti, dunyo menga ishonadi degan fikr bo'ladi. Ya'ni bosim qilmasdan uni qo'llab-quvvatlash. Bo'lmasam bezillaydi, uyga kelgisi kelmay qoladi, mana shunday. Umuman olganda, quloqsiz bolani qanday qilib lider qilish mumkin? Eng qizig'i, quloqsiz bolalardan lider chiqadi. Chunki nima uchun psixologlar mana shunday fikrga to'xtalishadi? Chunki doim har doim xo'p deydigan inson bolakay hammasiga bu qulay inson. Qo'pol qilib aytganda qul degani. Ya'ni hamma narsaga xo'p bir me'yorda katta bo'ladi demoqchisiz. Albatta. Mana shunda ham mana ota-onaga bo'ysunmayaptimi bola? Biling, u o'zini menini shakllantiryapti, o'zini fikrini shakllantiryapti bu yerda-da. Ko'pincha aytganimni qilmayapti, gap qaytaryapti, tili chiqib qoldi. Ha, tili chiqdi. U o'zini fikrini aytishni o'rganyapti. Biz nima deymiz? Yop, o'chir, jim, yo'q. Aytganimni qilmayapti. Qilmayapti-da. Ana shu joyda fikrini inobatga oling. Kerak bo'lsa maslahatlashing. Juda ham zo'r tavsiyalar chiqadi qizlardan ham, o'g'il bolalardan. Yaxshi fikrlar, ha? Juda ham yaxshi fikrlar. Qiz boladan hattoki ona qaysi kiyimimni kiyay, juda ham chiroyli maslahat beradi, to'g'ri beradi. Yoki yoshi qiz bolangiz agar farzandingiz bo'lsa, qiz farzandingiz 5 yosh, 10 yosh bo'lsa, so'rang o'sha qiz farzandingizdan, turmush o'rtog'ingizdan, ya'ni dadangdan qanday pul so'rayding? Shunaqangi zo'r sizga aytadiki, qanday so'rashni. Qanday so'rasam, dadang pul beradi. Aytib beradi shu. Erkalanishni, kulishni, qaysi so'zlarni ishlatishni aytib beradi. Ya'ni ulardan juda ham zo'r fikrlar chiqadi. Aksincha biz go'yoki uni fikrini inobatga olmaymiz. Bu esa kelajakda keyin nimaga beriladi? Omma oldida o'z fikrimni bildira olmayman. Qo'rqaman, katta insonlar bor. 30, 40, 50 hayajonlanaman, chunki bolalikdan eshitilmagan. Yop, yum, jim, kimsan? Kattalarning ishiga aralashma, mana shunday. Shuning uchun bolalarni ham fikrini inobatga olib turish kerak. Ya'ni go'yoki qaysi ma'noda maslahatlashish kerak. Uni katta shaxs. Axir bekorga aytishmaydi-ku dono xalqimiz. Bir kattaning, bir kichikning ham gapiga quloq solgin deb. Juda ham yaxshi. Yana bir inson, Dilafruz, bizga qo'ng'iroq qilib tushdilar. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Biz sizni eshitishga tayyormiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men bir savol bor edi, oilaviy. Meni ayolim meni xiyonat qiladi deb o'ylaydi, lekin tabiiy unaqa emas. Postoyanniy telefonlarni, ijtimoiy tarmoqlarni tekshirib yuradi.
lekin men o'zimga o'yrimman, unaqa emasman. Unaqaroq qilib unga tushuntirib chiqib ketsa bo'ladi vaziyatda. Tushunarli, rahmat savol uchun. Rahmat savol uchun. Demak, bu yerda ishonchsizlik va yana bir narsaga e'tibor qaratish kerak, bejizga emas degan savol ham tug'ilishi mumkin, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin, bejizga ham emas-da. Bu yerda ayolimga qanday tushuntirishim mumkin? Demak, uni qo'rquvi bor. Birinchi bo'lib xursand bo'ling, u sizni sevadi. U sizni yo'qotishdan qo'rqadi. U sizni boshqasi bilan bo'lishgisi kelmaydi. Buni yaxshi ko'rgan narsangizni o'zingiz yegingiz keladi-yu, yo bergisi kelmaydi. Yaxshi kiyimingizni birovga bergisi keladimi? Yaxshi kiyim. Beriz xuddi shunday. U sizni sevgani uchun birov bilan bo'lishgisi kelmaydi. Bu yaxshi. Befarqlikdan ko'ra, befarq bo'lib qolishdan kerak emas aslida. O'shaning uchun birinchi bo'lib u bilan gaplashib oling. Bilaman, siz gaplashgansiz, aytgansiz, meni tergaman, men nimalardir gaplashgansiz. Jahlam qilgan bo'lishi mumkin. Jahlam qilgansiz. Uni qo'rquvini aniqlang. Nimadan qo'rqadi? Uni qo'rquvi bor. Sizni yo'qotib qo'yishdan, uni tan olgisi kelmas, oila buzilib ketishdan, mana shunday uni qo'rquvini o'tirib, ishoning, qo'llarini ushlang, ko'zlariga qarang va o'sha qo'rquvlari haqida gaplashing. Xavotir olma, doim sen bilan birgaman, seni hech kimga almashmayman. Mana shu ishni, telefonlarni tiklama, titmagin. Men senga doim sodiqman deb ko'zlariga qarab shirin so'zlar bilan biling, ayol kishi o'zini dunyodagi eng baxtli ayol deb biladi o'sha payt. Mana shu jarayonda u sizga ishonadi. Va albatta shunga yarasha xatti-harakatlar ham bo'lishi kerak. Agar siz telefon qilganda telefon ko'tarmasangiz, besabab kech qolsangiz, albatta unda ham ko'ngil g'ashlik bo'ladi. Ular emotsional. Ayol, biz emotsiya bizda, biz hissiyot bizda. Biz yo'q narsani o'ylab siqilish bu bizga xos. Erkak kishi yo'q narsani o'ylab siqilmaydi. Biz erkak kishi telefon ko'tarmayaptimi, sizga sirni aytaman, ayol kishi bitta ssenariy tuzib oladi. Voy, kim bilamdir. Voy, mana olmayapti. Voy, atir sepib ketdi, yasanib ketdi. Voy, shunaqa. Ayol kishi shunday, tabiati shunday. Va bu esa sizni yaxshi ko'rishidan dalolat aslida. Va bu narsani tabiiy hol demoqchisiz. Deyarli tabiiy hol, ko'pchilik ayollar bu etapdan o'tadi. Bu ham tushadi. Bu ham tushadi. O'tib oladigan, ya'ni pik davri bor. Ko'pincha ayol kishi qachon juda ham qattiq rashk qiladi? Homiladorlik davrida, tug'ruqdan keyin. Chunki qarang, bu yerda gormonlar bizda boshqalanadi. Gormonlar ana o'shanda ayol kishi semirishi bor. O'ziga bo'lgan ishonchi ozgina pasayadi. Ana o'sha paytda boshqa ayollar turmush o'rtog'imga egalik qilmasin deb rashk qilishni boshlaydi. O'shaning uchun lekin tug'ruqdan keyin ham 2-3 yildan keyin bolalar bog'chaga kirgandan keyin ayol kishi agar ishlasa, bu haqiqatan, chunki ayol kishi band bo'lib turish kerak, uni fikri band bo'lib turish kerak. Ishlasa sal o'ziga keladi. Ya'ni bu o'tib oladigan jarayon. Bu ham pik etaplari bor. Va shu bilan birga ana shu ayol kishini menimcha ishonchini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Kerak. Mana shu eng oliy o'rinda menimcha. Ogohlantirib qo'ying. Men telefon olmaydigan paytingiz, mana shu payt telefon ola olmayman yoki besabab telefon qo'ng'iroqlariga olmasangiz, kech kelsangiz, albatta har qanday ayol xavotir oladi. Rahmat, juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Rahmat. Kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun, tomoshabinlarimizning savollariga maslahatlar ila javob berganingiz uchun tashakkurlarimizni aytamiz. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Payshanba oqshomini biz bilan o'tkazganingizdan biz xursandmiz. Jonli efirimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Yana bir haftadan so'ng, aynan payshanba oqshomida sizlar bilan ko'rishguncha salomat bo'ling deb qolamiz. Xayrli oqshom barchangizga. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.